Salam dostlar, bana hazırki vakti hayırlık olsun. Videoga başlaştan burun yanılam eskerçini tepip gitey. Bu videoda tushuntirganlarim, qilgan tahlil analizlerim hammasi shaxsiy ko'z qarashlarim. Sizlarga ilg'ansatanglar deb tavsiya berishga haqqim va huquqim yo'q. Qonun jihatdan ham cheklangan. Shuning uchun hammalarning o'zlarining shaxsiy ko'z qarashi bo'yicha harakat qilishinglarni tavsiya qilaman. Rahmat. Ko'rayotganimiz Bitcoin'ning 4 soatlik grafiki. Hozir qarasak Bitcoin 34 mingdan tushib 33.900 turibdi hozir. Bu ayni to'g'ri Bitcoin qo'lda Bitcoin bolalar ansirishi mumkin, lekin Bitcoin yo'qlarga nisbatan prosentlar kelyotidi. Qarasak bizga chiqdi prosentlardan bari mayada 30 ning ostiga tushib 31larda degandek hozir ham lekin prosent kelgan bo'lishi mumkin deb o'ylasanglar bo'ldi. Bitcoinni bolalar menga qo'rqmanglar. Bu bir yerden düşüp kedim bu yoqib ketadigan ish yo'q, bunda yoqib ketmaydi. Faqatla hozirgi ahvoli mushundoq bahojatdagi ahvoli. Endi hozir biz qanday qilishimiz kerak, nimalar bo'lishi mumkin deb o'ylashingiz mumkin. Bu ham hafta oxiri bo'lganlik uchun odatda har vaqt Bitcoin hafta oxirlarida shunday bir bahojatda bunda qattiq tushishlar, baholashi bo'ldi ekan. Bu normal ahvol bo'lib qoldi Bitcoin. Hem aldığın hafta Fed, Amerika'daki Fed mesela bir pul muamelesi boyunca arkalık haberler çıkıp yığılar açılıp degandek qarasak altınlar düşüp yavrular düşüp dolara nispeten dolarning qiymati o'sib qoladi. Bu albatta Bitcoin'ga ta'sir qildi. Shuning uchun bu vaqtliq ishlarimiz. Bundan boshqa yaz mezgili olgandan keyin ko'pincha bozorlarda o'ynayotgan cho'ng kuchi, quvvati va kuchli shuna pul muomala savdogarlari ta'til bo'lganligi uchun bu bozorlar har yil yoz vaqtlarida shundoq susishib ketadi ekan. Shu bundan qo'rqmanglar, Bitcoin bolalar. Bitcoin yo'qlar menimcha oldigan fursatlar keldi deb o'ylasanglar bo'ldi endi. Bundan keyin hozir Bitcoinning harakati aldingi videolarda degandim o. Aldingi videolarda mayalarda video qilgandim. Mayada qo'g'ilmanglar keyindi. Mayada alınmagan bo'lsanglar yoki mayada olmagan bo'lsanglar mayada keyin qo'g'ilmanglar, chunki mayalarda qizil to'saq rayoniga yaqinlashib qoldi. Bu yerni o'tgandan keyin sinab boqinglar, chunki men mayada sizlar uchun oldim. 37 mingdan oldim dedim, keyin mayada chiqib to'saqlar nima qildi? Sinab boqdi, lekin bo'sab o'tmadi. Men mayalarda chiqib ketdim, Bitcoin chiqib. Mana stable coinlarga, ya'ni USDT muqim bo'lgan coin o'tab turdim hozir. Degandek qarasak 41 larga yaqinladi, lekin yana meni setish yeganlik uchun keyin qarab tushishga qarab mandi. Yana bir bizning mayadan boshlangan bir mayada bir 3 bulunliq bir to'salg'ini ichiga kirib qolgandi deb aytgandik-ku. Mana bu 3 bulunlar. Keyin bu to'salg'ini mayada qattiq bir bo'sashlar bo'ldi, mayada xil tweetlar aytildi. Elon Musk nima Tesla nimani qabul qilishi mumkin, qabul qildi degan gaplar chiqib, shuni ushlashib bo'lgan-ku. Biz mana shu xabarlar bo'yicha men hozirroq bir ishlarni qilay deb olgandim. Keyin degandek mayada setishlar bo'ldi, shuni men hozircha setyaptim qo'limdagi narsalarni. Qarasak yana 3 puldan chiqib ketgan buqa Bitcoin'ning bahosi yana 3 pulga kirib oldi. Endi mayda kallasiga eyiqudi dedim. Yine bu 3 pulun içine kirib qoldi Bitcoin. Yine mayada qapsilib qoldi yine. 3 pulunluq bir to'saqning ichida hozir. Shuning uchun balkim Bitcoin bir şeylarga bir yaqinlashish ehtimolligi bor. Hozirgi ahvol qarasanglar, shu aslida mayada 2 qatim sinab boqqan bu bir şeylar sinab liniyaga. Shuning uchun 3 pulun paydo bo'lgandi. Vaqtim balkim mayalarni sinash mumkin, balkim kuchliroq, masalan short uchun qilmaydi g'alaba. Şu kumaydı vallahi güçlü bo'lib qolsin. Lekin biz degandek 30 ming ostida 20 minglar, 20 ming deydimi? 20 ming emas. 20 ming mesela 29 ming, 28 ming, 27 ming degandek 20 minglik bir nimalarni saloni ko'rishimiz mumkin degan ahvollar bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun har qatimki video deganimdek men deganim bo'yicha voy elanglar degandek gap bo'lish olayli deb hamma mishada yoki mayda emas. Az ne alsanglar menimcha miya tushganda ma'qul bo'ldi. Miya tushib qaytib kelsa meni paydo bo'ldi. Ondan keyin
mayadagi vaqtda elib sinab boqinglar, undan keyin 41 o'tib qolsa, tövəndən alğan bilisizlər degan o'tmidi. O'zi men setish edi. Yoki bo'lmasa keyin qo'g'ilmay miya kelganda miyada bir qaytadan bir bunda bir miyadan boshlab yuqorilagan, masalan miyadan boshlab yuqorilab, nafas olib, qaytadan yuqorilib, miyada shu pashtoq shaklida yuqorildi, miyada bir pashtoq nima qilib nafasni o'tib, yana tubiga bunda bir harakat qilib qolsa, shu miyada sinab boqasa degandim. Miyada olgan bo'lsanglar balkim stoplarni o'rgatgandim, stop qilib elishinglar kerak har vaqt. Miyada olgan bo'lsanglar, mana ba'siga stop qo'yishinglar. Miyadan tushib ketsa, o'zi avtomatik setildi. Azroq ziyon bilan qutulganmiz bozorda. Shuning uchun hozir ma'lumot o'tmayacak. Ma'lumotning nimasi qolmadi, bizning grafikda ishi qolmadi. Mana uchratay. Nima? Endi biz 3 bulon ichiga kirib qolmish, 3 bulonning ichida yana shunday bir to'lqinsimon bo'lish ehtimolligi ham bor. Bu yana vaqt ko'ksida soat, 4 soat kunlik bo'yicha yana har vaqt har xil analiz tahlillarni qilmasanglar, bu cho'qim mayada, u yerda undaq deydigan ishlar bo'lmaydi. Nurg'un nimalar, formulalar, masalan, taktikalar ishlamadi. Masalan, miyadagi to'qu yani kuchli bir nafas ilishlar bo'ldi. Miyadagi to'saqlarni ustiga atdi, yuzini miya yuqorilab mangdi dedik. Kallasga ig'ir to'qmoqdan biri shundan tushmangdi. Shuning uchun bu nimaning alomati? Iyiq mezgilning alomati. Bu mezgillar kunda olmaydi. Hammamiz bilgan shu xalqaro pul muomala sohasida e'tirof qilingan taktika, strategiya, formulalar hammasi ishlab mangdi. To'saqning ustiga chiqsa, ustiga to'saqni chiqarmasa past tushadi degan. Qarasak, uchashki buqning formulasi hammasi ishlamay, faqat iyiqning formulasi. Qarasak, masalan, buqning mayliqi, buqi yugurishida nimalar qismoq quriydi, tuzaqlar bo'ladi deydik-ku. Bizim bu iyiqning yugurishida buni biz iyiqning tuzaqi desak bo'ladi. Shunday ma grafik ta'tir nima qilib o'ylab boqinglar. Bunda menga bir nima qilib iyiq buni pastga qartab men uchun bir tuzaqni qurdi. Mayalarda bozor kirgan bo'lsa, mayada qo'lda bitcoin olib qolganlar miyaga qaraganda ziyon tortgan bo'lishi. Bu tuzaq hisoblanadi, iyiq tuzaq hisoblanadi. Shuning uchun har vaqt bir narsa olsanglar, angiz bir soat ahvol qarab beqib grafikiga. Uni olsanglar, hech bo'lmasa azroq pasiga stop qo'ymasanglar, nima shundoq ustida esib qolgan ishlar bo'lib qoldi. Bundan boshqa narsalarga boshqa bir bozordagi bitcoinning dollarga bo'lgan nimasi bo'yicha bir grafikni birini ko'rsatib qo'yman. Sizlar bilasiz, meliq vaqt chiqib ketib qolmasin deb so'ng ayrimsiz qilib qo'ydimmi nima? Bizning Telegram guruhimiz bor. Xohlaganlar shu Telegram guruhiga qatnashsanglar, kirishsanglar, menimcha hammada bu video qilib tushuntirish ancha qulay bo'lmay qoldi adamga. Shunga ba'zan Telegram guruhida yozib, ovoz orqali ba'zan tushuntirib degandek qilgan nimalar, masalan, grafiklarim. Bunun biz endi birisi minda qilibdi. Telefonda qildim do'stlar. Chunki kompyuterimdagi videolarni hamma oldinglar. Kompyuterim yaxshi ma'lum ishlarni bu video qo'ysam shamol urishning ovozim bilan tang besiqib sifatni buzib o'tibdi. Shu telefondan dilim qilib telefonda nima qilay dedim. Shu telefonda azroq ba'zan ishlar qo'lashmay qoldi ekan. Hozir qarasak bitcoinning to'lqinsimon mesela mediz qatmagan qanday yozgan nima yo'q kutib turibman. Mayada qilibman. Sizlarni yaxshiroq ko'rsin deb umid qilaman.
Meyada ak xəttə yazdım ki, tiki-taka paslaşış taktikası yeşilға. Yeşil dediğimiz rayonlar. Yeşilға yakınlaşsa al, kızılga yakınlaşsa sat. Hazır bayatımı da bitip kettim o. Nurg'unluğun dağlık şu pul muamele sodigerleri tətil boğalık üçün bu hazır güçlü bir elim setimla kirmegenlik üçün karşısında bazabek ceni yok, cansız bir xeyim dağınam. Nima qoladi chiqqay desa kallasi qiygan, tushay desa xaxlayotgan degandek. Shuning uchun men pastlashyotdim. Tushdi, bunda pastlashib birsizlar o'ynayotdim. Albatta bizim pastlashdak bo'ldi. Shunaqa. Bunun çok 11 kişilik futbol meydanına çıkıp paslash shart emas bu. Uyda o'tirib qilib shunday paslashdak bo'ldi. Bunun taktikleri var, riskleri var. Shuning uchun men buni tayyor qildim, bu grafikni oddilam qilib. Qarasak, masalan, qizil, shunaqa qizilda qarasak, qizilga kelib doim qizilda kuchli bir setishlar bo'ldi ekan. Qancha yeshilga yaqinlashgan sari elishlar bo'ldi ekan. Shunaqa. Masalan, ko'kda deb o'tganimizdek, masalan biz yeşilning eng tuyangi mishalarni olsak, yeşilning ichida mishalarni ilib malaga o'xshash qiriqlarni shu qizilning ichida satsak, %30'luk bir harakat bo'ldi ekan, %30 bir payda oladi ekanmiz. Nima yeşilni ilib yeşil qizil satsak, agar yeşilga yaqinlashgan ilib qizilga yaqinlashgandan satsak çok %20'lik emas. Tushunilmas, shuning uchun hozirgi cho'nglar o'ynamagan bo'lsin, lekin bizga nisbatan bizning kuchli bozorda kuchi borlar shu hozirgi qapsilib qolgan bayatdan 3 bo'lgan hozir graf bo'yicha analiz bo'yicha 2 qizil yeşil liniya orasida pastlashayotgan bu taktika bo'yicha qancha tuanga yaqinlashganda elib yuqoriga yaqinlashganda setib deganda %10 %15 payda ba'zilarning o'ylashi mumkin bu %100 payda ekan deb şu anda adamlar nisbeten %10 %20 payda mı xeyli yaxshi payda. Aslında biz shunchak oddiy paydani bir kichik ko'rmasligimiz kerak. Azazın tamam ko'p bo'ladi deymiz ku. Biz shunaroq o'ylasak, bu bozorda topadigan pulning addiy hisobi yo'q. Shuning uchun qancha aqlli, qancha yaxshi bir taktik bilan plan bilan och ko'zli qilmay o'ynasak, ziyon emas, ko'proq payda olamiz vallahi. Boshqa bu grafik bo'yicha menimcha shuna o'ylasanglar bo'ldi. Masalan, hozir qarasak, men yeşilga yaqinlayapti shunaqa. Men bir oq liniyadan birini chizib qo'ydim. Balkim har ehtimol qarashi dedim-ku bayatdan bozorda nimaning kuchi yo'q, bitcoin elim setimlardagi deb. Balkim nima bo'yicha balkim shu 32 minglardan keyin qaytib ketish ehtimoli ham bor. Ama shu 32 minglarda azroq yine tushib qolgan azroq bir sinab boqma. Yine mayada shuncha ahvollarni ko'rib balki meni bulab qilish ehtimoli ham bor. Balkim o'ylab qolishi mumkin bu erkin yasham bulaolmaydi deb o'ylab qolsa, men shuni o'ylaganligim shuni asosan olaman deyapman. Endi birga bu dahi boshliqli bir oy bo'ldi shunaqa. Nima uchun bu yerlarda boshladi deb o'ylagan bo'lsanglar, men nurg'un maqolalarni, tahlillarni angladim. Bularning degani shu, yozda ko'pincha odamlar ta'til qilganlik uchun bayram, dam olish, dengizlar qurib, yozning kayfini surganlik uchun bozor shuning uchun bir xil kuchi yo'q. Shunaqa turadi. Kelgan bir oy bayram ta'til nima qilamdi, dam olamdi, menimcha yo'q. Yozda ham kirdi 6-oy, 7-oy. Menimcha shu 7-oyning oxiri 8-oyda asta-asta bozor astiga bir tushib o'tib, o'yinning ustiga yoki ustiga chiqishga asosida boshlashi mumkin. U vaqtgacha maksimum eng ko'p bo'lgan 1,5 oy, eng oz bo'lganda men shu 2-3 hafta shunday mashq ehtimol bo'lganlik uchun men qancha yeshilni elib qizilni setish uchun bir o'zimga plan qo'ydim. Shunday qilaman. Agar xohlasanglar men o'xshash qilsanglar bo'ldi, yana risk bor degandek, agar bunda o'ylasanglar 30 ming astiga stop qo'yishinglar kerak. Agar 30 mingdan maylik 30 mingni qirib, men buzib mayaga tushadisa, o vaqtda 27, 24, 23 degandek yerlar kelish ehtimolli yo'q emas. Ya'ni bunday ehtimolli bor bozorda. Shuning uchun
riskingni bor, stopinglarni unutib qolmanglar. Hozircha Bitcoin to'g'riliq tushuncha bo'lib tursin. Undan boshqa dominans qaraylik. Dominans qarasaqmi, bunda tushib, undan üstü bunda qolgan bir grafiklar var. Qarasam yerine setini bulatni dominans tushib ketyapti. Chunki buning sababi bayta deganda Bitcoin nisbatan bo'lgan kuch azaydi. Elish olsun, setish olsun odamlar e'tibor bermayapti. Asli bu nimaning alomati? Xalqlarni zeriktirib, qo'rqitib, cho'nglar shu o'zi xohlagan yerda xalqlarni zerikkan vaqtda asosida qanday kunni birardan yoki biz degandek mayda 30 yillik qanday 4-5 nab qo'yganlar asosida qilib yig'ib buni keyin shu baytin degandek shu qishga yaqin, yil oxiriga yaqin qadam qattiq bir pampiltib o'stirib uchoqizib bu qo'yildi. Mayada amg'allarga baytiq deganda dominans qildi. Bitcoin'ni minda 30'larda amg'allar keyin 40'lar 50'larda elib takım qiymatlansa ularga nisbatan cho'ng o'yinlarga nisbatan ular takım azam olgan bo'ldi emas. Mana shuning uchun ularni hozir ko'pincha maqsadi shu qolsa bir xil hammamiz zirkib ketdik. Bu ya o'smay chiqmaydi deb. Dominansmi shuning sababidan chiqib nimasi yo'q. Bir xil turib qoldi. Qarasam emaydi. Hali uzoq turdi men. Bir şey turibdi masalan. Bunga menda tuzarkanlar yo'q. Ondan keyin total market cap qarang, total market cap nima tushib qoldi. Bu nima degan gap? Bundaqqa bozorlarda pullarning chiqishi bu. Coinlardan chiqib, ya stable coinlar yoki sirtqa chiqayotganligini isbotisi. Qancha masala sizib qo'yganmiz, siziq muzollaniyamiz. Qancha yaqinlashsa, bozordagi harakatlar shuncha kuchli. Nurg'un coinlarning Bitcoinning bahosi shuncha yuqori ko'tarish ehtimolli bor. Qarasanglar, Bitcoin tushadi, altcoinlar chiqib nima harakat yo'q, nurg'un coinlarda. Yaxshi coinlarda hammasi tushadi. Bozordan pullar chiqib ketadi, chunki sababi. Boshqa yana altcoinlarni nima qilishim mumkin, qanday qilib altcoin olaylik olmayman deb. Yana shu Bitcoin 30 ming yig'lashganda qanday bo'lsin bir altcoin olsanglar unga o'xshash Bitcoin harakat qilish ehtimoli bor. Lekin men bunday vaqtda altcoinlarni ancha nima qilmayman. Men o'ylashmayman o'zim. O'zim o'ylashsanglar, o'zimni bir sabab bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Lekin boshqa ahvolda men hozircha o'ylashmayman. Faqat shu dominans ya mayaga 40'lar yaqinlashsin, 40'ning ostiga. Ya ko'msa mayadagi oldingi videolarni tushundim o. Mayadagi yeşil rayonlarga yaqinlashganini belgilaydi. O vaqtda elib o'ylashib baqaman. Ya ko'msa agar cho'qim bir altcoinlarni nima qilaylik desanglar bo'ldi. Chunki Bitcoin agar bir yaxshi bir harakat nimalarga minib qolib qolsa, mesela mayadagi tasodiflik olay. Yaxshi ko'rmaydigan grafik. Mesela 30'larda etib qizil rayoni sezonda qo'y, miyada nima qilib miyaga bo'lgan yo'qlash ahvolida bahojat Bitcoin. Ba'zan altcoinlar var. Bahojatning %70-80 hozirgi ahvolda Bitcoinning qanaqa tushmishi qattiq tushgan ahvolda. Ba'zi altcoinlar va ko'p bahojatda mina tushganlar bo'ldi. Bitcoin 60 mingdan miyaga tushdi, 30 mingga. Ular menimcha Bitcoin 150 tushgan bo'lsa, 180 tushgan coinlar bor. Shunday coinlar masalan Bitcoin agar mayadan 40 ustiga bundan mangan va ahvol ostida dominansimiz 50 ga yaqinlashqichi bo'lgan ahvolida shunday coinlarda va o'sish ehtimoli ham bor. Shunday coinlarni topdim. Agar xohlasanglar shunday coinlar bo'yicha video qilib beringlar desanglar, shuni qarta tunishtirib, nima bunday o'yladi, qancha tushganligini qanday ko'rdim.
Nimişki sebebi nima degandek to'g'ri video qilsam ham bo'ldi. Bo'lmasa men o'zim shuni qarta plan qilyapman. Meni bir video qilsam, video uzrab ketib, zerikinish ko'p qolmasin deb shunga oddiylam sizlarga deb ketdim. Xohlasangiz shunaqa qilinglar, xohlasangiz Telegram gruppidan so'rasanglar men oddiylam qilib nima qilib shu altcoinlar to'g'riliq. Mana altcoin 180, 190 tushibdi. Shuning uchun Bitcoin mayaga vaqtda 130, 140 harakat bo'lib qilish ehtimoli bor deb deyman. Shuni qarta plan o'ylashsanglar bo'ldi. Bo'lmasa cho'g'im video qilib biringlarni video o'ylashsak bo'ldi. 10 tani coin tepib degandekchi. Mayli do'stlar, bugungi videomiz mishayichi bo'lsin. Rossiyani bir ba'zan do'stlar nima ish qilib yillarda 100 minglarga 100 mingni ko'p bo'ldi deb o'ylashlar deb so'rabsizlar. Bu faqat meninglam ko'z qarashim emas. Shundaq mush bozor ichidagilar ko'nolar bizda yaxshi bilayotgan shular o'sha grafiklarni, o'sha ahvollarni, o'sha pul muomalasini yaxshi bilayotganlarimiz bir nimasi bor ekan. Yil oxirigacha bunda bo'ldi. Chunki ba'zan deysizlar, voy bu qo'rimsallarni dağlıq şirketler, çoğun baylar, burun epaq mağalamış qatım aldığı 30 mingda 40 minglarda deb o'ylaysizlar. Shunda o bildiği xabarlarda ko'rdik, ba'zan davlatlar aldı. Yani bularimiz eliblam bir yer ezib qaydab olmaydi, payda chiqar. Yoki pulimizning hozirgi inflationdan qimmat yo'qotishdan ozroq olsin o'zimizni to'sab qolamiz deb oldi. Unda qolsa bular buni olgandan keyin bularning cho'qim bir yerda paydalash bir yeri bo'ldi, bahasi bo'ldi. Shuni o'ylasanglar 30 mingdan 20 mingdan olgan narsani 60 mingga ikki haslagan bilan setish emas bularning ko'pinchisi. Anga 4-5. Mesela hozir men ilish fursati bor. Nurg'un belki shirkatlar oldi. Qachon bular deydi ilqus og'aliqni deb o'ylasanglar 100 mingga yaqinlashgan vaqtda, ya'ni kim olgan bo'lsa hozir yushirin olganlarimiz setish uchun bahoni o'rlatish kerak. Shunaqa. Masalan, setishga maqsad qilgan vaqtda cho'qim shu shirkatlar, shu baylar o'zining Bitcoin'ni yoqtirganligini, Bitcoin'ni e'tirof qilganligini, Bitcoin'ni umid borlik degandek har xil temalar to'g'riliq xabarlarni, gaplarni ko'ramiz. Shu vaqtda ular qo'ldagi Bitcoin'ni setish uchun tayyorliqlarni qilayotganligini, ya'ni bir narsaning e'lonini berish sababi nima? Uni setish shunaqa. Bizim shuningdan bu yer olganlar, bu narsani olganlar cho'qim eng oz 4-5 aslagandek setish ehtimoli bor. Mana shunday bo'ldi ekan. Shuning uchun men shularning bu gapiga qo'shilaman. Hech bo'lmasa eng oz 3 aslagandan keyin masalan 30 mingdan 90 minglardan boshlab setishga boshlash mumkin. Masalan, mening o'ylashim bunday tushunib qo'ying. Bir odamdan qattiq bir boy bor deydi. U boy hozir 30 mingdan oldi 10 tane Bitcoin. Shunaqa. Masalan, 90 minglarga chiqqanda shunaqa 3 tanesini sotdi. 100 ming, 110 mingga chiqqan 3 tanesini sotdi degandek az-ozdan setish ehtimoli ham bor. Ya'ni bildiganlar, bilmaydiganlar o 2 qavatli, o 3 aslida ham setishi mumkin. Lekin buni kuchli bildiganlar bayatdan degandek mana bir o'ziga plan strategiya qo'yib mayada oldim, mayaga chiqqanda sog'a mablag'imni qaytib olay qilib qolganda asosan davom qilib az-ozdan setib yana paydam deb bozordan asosan chiqib keyin tushganda o'ylash baqay deyish ehtimoli ko'p bor. Shuning uchun meningmi shu ko'pincha odamlarga o'xshash meningmi eng oz 6 xonalik, ya'ni 100 minglarni ko'rish ehtimolimiz bor deb o'ylayman. O'sha yilning oxirigacha. Shu sizlarga bu videoda deydiganlarim bo'pti. Hozircha shunchalik bo'lsin, videoni uzrab ketib qoldi. Hammalarni kurashchimi bilanglar, omad yor bo'lsin. Bo'pti, xayr xo'sh.